Alloh taoloning fazl va marhamati bilan siz azizlarga yangi kitobimizni taqdim etamiz. Islomda farzand tarbiyasi, ma'naviy tarbiya. Ma'naviyat inson qalbining chirog'i, ruhining nuridir. Farzand axloq bilan bezansa, zohiri ziynatlanadi. Ma'naviyat bilan to'lsa, botini nurlanadi. Yuragi kuch, hayoti ma'no bilan to'ladi. Ma'naviyatsiz axloq quruq daraxtdek. Ma'naviyatli farzand ota-onaning orzusi, jamiyatning faxri, ummatning kelajagidir. Kitobda yoritilgan asosiy mavzular: aqliy tarbiya va fikrlash madaniyati, jasorat va qo'rqoqlik, hasad va g'azab, taqvo, birodarlik, avf, rahm shafqat, amr ma'ruf va nahiy munkar, fitrat va sibg'o, mahramiyat odobi, jinsiy tarbiya. Bu kitob farzand tarbiyasida ota-onalarga ishonchli hamroh bo'lishni maqsad qiladi. Har bir sahifada hayotiy maslahatlar, amaliy yo'l-yo'riq va qalbga ta'sirli fikrlar jamlangan. Inshaalloh bu asar farzandlarimizni ma'naviyat va taqvo bilan bezashga xizmat qiladi. Alloh subhanahu va taolo niyatimizni xolis, mehnatimizni muborak qilsin. Farzandlarimizni ma'rifat va iymon bilan tarbiyalab, ummatga foyda keltiradigan insonlardan qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.